Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat, meni kanalimga obuna bo'lgan hamma aka-uka do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Mana Xudo xolasa продолжаем. Baliq ovini nimalar tashab qo'ydim mana. Xudo xolasa qayrimolar tashab qo'ydik mana. Avvalko'chilariman qayrimolar Xudo xolasa turibdi, nastartdi Xudo xolasa. Mana suvlar sal shamol bo'lib ketdi. Ozgina chiqsa Xudo xolasa baliq ham bo'lib qoladi, bo'lsa baliq bo'lib qolsa Xudo xolasa obzor qilib o'tib ketadi. Mana vaqti zo'r. Peshinda o'qib oldik. Akaxonim ham bor. Akaxonim. Qarab, qayrimo tashab qo'ygan. Atak boshlagan mana. Xudo xolasa, tog'larni ko'ryapsizlarmi? Tog'larda ozgina qorlar qopdi. Mana tog'lar вообще chotki mana. Manzara. Choy ichib obed qilib oldik. Xudo xolasa. Hamma yo'q. Zo'r. Endi Xudo xolasa inshaalloh endi baliq chiqqanda obzor qilamiz inshaalloh. Unga do'ri like'larni bosib, deb kommentariyalarda yozib qo'yasizlar Xudo xolasa. Atak biz Toshko'mirdamiz, yana bu qayerda tutishyapti deb nima qilmanglar. Toshko'mir mana bu Qirg'izistonda Toshko'mir. Bilasizlar-a? Nima? Norin ko'li. Bu zalif mana ular. O'yda qamushlar bor. Zalif. Biz mana farelga tashab qo'ydik, farel. Biz farelga keldik. U zaliflarda qamushlar bilan borganimiz yo'q mana. Zalifda o'tiribmiz. Xudo xolasa. Risotlar bo'lsa chiqamiz. Mayli. Omon bo'linglar. Like'lar bosib ishdan chiqmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.